Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bitta foydali ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Bugun malaka oshirish kursimda bolalar asos andozasini tushuntirib berdim. Ko'pchilik savol berardi, bolalar asos andozasida proymani qanday aniqlaymiz deb. Hozir o'sha proymani aniqlashni ko'rsatib beraman. Mana bolalar asos andozasini chizib tushuntirib berdim. Proyma chuqurligini aniqlashning usuli yelkadan belgacha necha santimetr chiqsa, o'shani yarmisidan proymasini chiqazib olsangiz bo'ladi. Yoki formulasi ham bor. Proyma chuqurligini aniqlash formulasi yarim ko'krak aylanani 3 ga bo'lib 5 cm qo'shamiz. Menda ko'krak aylanasi 56 cm edi, yarmisi 28. 3 ga bo'lib 5 cm qo'shamiz. Bu o'zgarmas formula. Ko'krak aylanasining yarmisi bo'lingan 3 va 5 cm qo'shsak, proyma chuqurligimiz kelib chiqadi. Menda 14/3 chiqdi. Yelkadan belgacha 28 edi. Uni yarmisi 14 chiqadi. Mana. Formula bilan esa 14/3 chiqdi. Va qo'ltiq o'yinini chizib oldim. Yelka qiyaligini esa orqasi uchun 1,5 cm, oldi uchun 3 cm tushib yelka qiyaligini chizadigan bo'lsak, bolalar asos andozasida har qanday razmerga to'g'ri keladi. Bu bolalar asos andozasini o'zi 1 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan o'smir qizlar va o'g'il bolalarga ham to'g'ri keladi. 10-11 yoshdan keyin esa o'smirlar asos andozasi bilan ishlash kerak.